teşekküre. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'sh keldinglar qarindoshlar Arslon Live'ga. Bugun bir ekran ichib qoldik. Faqatla skandallar deyishmaymiz. Yaxshi xabarlar, umumiy harakatlarni gapirishimiz inshaalloh bugun. Bugun Talg'at Abbos apandimni ekranimga taklif qildim. Hammalarning xabari bo'lishi mumkin, bo'lmasinlar mumkin. Talg'at Abbos apandim bilan bir necha qarindoshimiz mushu izchil har hafta degandek har hafta yakshanba kuni mushu Sidneydagi markazda namoyish olib beriliq. Mushu haqda bir paranglashayli, nima ishlarni qilyotidi, nima ishlar yuz beryotidi faoliyat jarayonida, namoyish jarayonida. Shunga ekranni taklif qildim. Xo'sh keldingiz Talg'at aka, yaxshi turdingizmi? Hoş bulduk, rahmet, Allah'a emanet. Hemen Alhamdulillah. Aka Avazım bugun avazım yaxshi chiqyapti. Ovozingiz yaxshi kelyotidi. Ovozingiz yaxshi kelyotidi. Siz hozir nereden yemiş qilyapsiz? Shuni bir tushuntirib bersangiz qarindoshlarimizga. Xo'sh, oldi bilan bütün dünyadaki barliq Uyg'ur qarindoshlarımizga Sydney, Avustraliya şehrdeki Sydney şehrinin Uyg'ur cemaatidan illiq salamlarni aytamiz. Hammamiz bilgandek zalim kafir Xitoyningki bu zulmiy sistematik Uyg'urlarni o'ldirib qilib yo'qotish maqsadda plan qilgan bu suiqasd mana hozir mushtabda 10 yillarga taqishib qoldi. Hammamiz bilamiz bu 2014 yillardan boshlagan kamplar usulü bo'lib. Shuningdan beri nurg'ulg'an qarindoshlarimiz o'lib yo'qolib ketdi. Bilasizlar, har turli organlarni setib demasakmi, endi hozir tafsil demayman, lekin nurg'un nimalarga uchrayotdi Uyg'urlar zulmlarga. Biz ham shu Sidneydan onunga qat'iy chidamay zodi nima qila olamiz? Bunda bir ahvol ostida biz qo'limizdan keladigan bir cho'ng ish bo'lsa ham bir namoyishini qilish maqsadda her yakshanba bir kun her hafta bir qatim yakshanba kuni chiqib Xitoyning Abdibashirni qilayotgan jinoyatini, qotilligini dunyoga oshkorlash bo'lib, sosyal medyani foydalanib shundan oshkorlash maqsadida boshlangan namoyish. Ish qilib buni qo'limizdan kelgancha qilib kelyapmiz. Ba'zi vaqtida qilamay qolsak chiqolmaymiz, ammo asosan qilyapmiz. Buningda asosan rol o'ynayotgan, buni kuch chiqarayotgan, o'ziga fidoyi va qurbonlik berayotgan, ammo yanimda turibdi buni Yusuf akimiz bo'ldi. O'zi tega ochdan shu Avstraliyaga kelgandan beri siyosiy ishlarga izchil qatnashib Xitoyga qarshi harakatlarda izchil tik turib kelyotdi. Shu akimiz bilan anadagi Mijit Turdish akimiz ko'p haqlar bilishi mumkin. Bugun kelolmay qoldi, baribir ba'zi bir muhim sabablar tufaylidan. Asosan shu uchimizning kuchi bilan bu namoyish hamki jamoatimizningki mishada qo'llab iqtisodiy yordam berish qo'llashi bilan nurg'un buningga nurg'un iqtisodlar ketadi, bilasizlar. Taxtalarni har turli narsalarni tayyorlab shunday olib kelyapmiz. Shu Allohga shukri, to'xtab qilish maqsadimiz yo'q, to'xtab qolmadik. Shu maqsaddan boshlab qilayotgan namoyish bu Arslan. Mening bilishimcha, masalan, men ba'zan Avstriyaga qaytib qolsam, ancha-muncha qatnashib qo'yman, lekin mening bilishimcha bu namoyish faqat tasodifiy bir havo tufayli to'xtab qolmasa, har yakshanba kuni degandek bu davom qiliqliq. Endi shu namoyishning jarayonini tushuntirib bersangiz va nima uchun buni zarur ko'rdinglar? Chunki mening bilishimcha, bu har haftada bir namoyish qilgandek bunda izchil qilayotgan dunyoda bunda bir faoliyat yo'q Uyg'urlarning orasida.
Men bilemem şu Filistinliklar kılıpatır İsrail'nin konsulxanını aldırıp Xudanın günü. Lekin Uyg'urlarda bundan narsa yo'q. O'sha tushuntirib bersangiz. Yaxshi savol sording Arslan. Endi hozir buni nima uchun izchil har yakshanba kuni qilishga qaror qildik va shuni tushuntiryapmiz degan bu savol. Buning endi asosan buningga javob biz Uyg'urlar hozirga qadar shuni sezishimiz, bilishimiz kerak. Bugunga qadar qirilib ketyapti Uyg'urlar. Bizning qarindoshlarimiz şu vatanda kamplarda olsun, solaqlarda olsun, her türlü Xitoyning yelimekir usta aramzadligi bilan o'ltirilyapti. Çünkü bularning maqsadi bu Uyg'urlarning sonini, aholisini azaytib, nəhayət az sanğı tushirib qo'yib, qolganini assimilasiya yo'qotib etish maqsad. Şunlaşqa bugünkü kun nəhayət biz uchun nəhayət xatar, nəhayət ig'ir bir ahvolda. Biz bugun tinish o'tiradigan özümüzün şəxsi mənfəəti ilə hayat keçirib, heç qandaq bir iş bilan çatqımız olmay, Xitoy düşmanımız nima qilsa, onunğa qarşı heç qandaq qilmaydigan vaqtimiz emas. Biz bugun tik turadigan vaqt. Bugun bir millat o'zini qutuldirish uchun janglarga chiqib, o'zining jinini, siqinini qurbon berib qutuldirdi. Endi bizning uni qilamiz-mi? Biz Xitoyning shu nemisini aşkarlaş, bütün hazırlıklarla yağan suikast, öldürüş, katliam kılışlarını dünyadaki bütün dünyaya aşkarlaş, bulunmamış sosyal medyanı paylanıp, hazır dünyada bütün yerde sosyal medyanı paylansak, bunun nəhayət çoğun önüm ağıl bulurdu. Çünkü Palestiniyanın özən hazırda etkendek Palestiniyanın ahvalımı eğer sosyal medya rol oynamağımızsa nurgun dünyadaki halk başka verme dünyadaki devletlerdeki insanlar onu bilip bulanmagan bo'ladi. Ular qanday qirilib ketyapti, qanday suiqasda, qanday adolatsizlikda yo'qolib ketayotganligini onu his qilib bulanmagan bo'ladi. Ammo bu sosyal medyada bütün asasen Müslümanlar ve Müslüman şu izilgenlerge ne yardım qilayotgan başka dindikilermi Muşunun payırılıp bütün yeri takip bularının ahni tanıştırganlıktan dünyadaki halk bozulup gitti, kötürülüp gitti ve onu Xitayni Yahud milletinin olsa, Yahud'un hükümetin olsa onlara besim işletişki başladı çünkü hükümetler. Şuna okşayız biz mi bu şunun ülke alsak bu bizi kattık bir oygattı mı da yapkanda. Biz bir yerde mesela bu şehirde bir yerde durup biz az kısım adamlarını fakatla bana görüp durup size nim kılıplam bunun çoğu ilmiye erişemeyiz ama biz sosyal medyadan çok bir uçtuklara erişemeyiz. Bütün dünya mesela Özbekistan, Kazakistan, bütün Türk milletleri bunu görüp uygutarlayız ve Müslümanların. Şunun için bizim bunu bek mühim gördük. Ve onun üstüne Müslümanlar olsun ve Türk qarindoshlarimiz olsun Xitoyning yalgan, saxta propagandaları bilan yaman yig'ib ketdi hozir hammamiz bilamiz. Bütün Uyg'urlarni yaxshi ko'rsatib, Uyg'urlarning o'zini noyatlaqa usul o'ynayotgan, bayashat turmush kechirayotgan, shunday yalgan nimalarni yasab, nurg'un pul xashlab Xitoy buning millionlab Uyg'urlarni yaxshi ko'rsatib bo'lsinmi shu boshqa musulmonlar, boshqa millatlarni voy Uyg'urlar yaxshi unda ish yo'q degan akayotdi hozir. Shuning uchun biz tik turmasak, biz o'zimiz maydonga tushib, o'zimizni ahvolni tushuntirsak, Xitoyning bu saxta yolg'on nimasini oshkorlamasak, biz yengilib qolgan bo'lamiz yani buni qarindoshlar. Boshqa masalan Uyg'ur qurultoyi bo'lsin, boshqa ba'zi bir tashkilotlar nurg'un yaxshi cho'ng ishlarni qilyapti. Lekin ular shular qilyapti, biz faqat bo'ldi shularga azar iqtisod yordam bersak bo'ldi yetadi shu ya bo'lmasa biz ancha ishlarni qilolmaymiz qilmasak bo'ladi deblar to'xtab jim turib qolsak buni biz yengilib qolgan bo'lamiz buningda biz siyosatni uqtirib qo'ygan bo'lamiz shuning uchun turayotgan joy masalan siz hozir Xitoy konsulxonani oldida emas masalan siz shu joyni tanlabsiz masalan Town Hall Sydney'ni tanlabsiz masalan şu yani bilmeydiğin qarindoshlarga bir tushuntirib nima uchun u yerda turish zarur ko'rdinglar? Endi bu yer
asasen köp iliqi nima mana bir mashina kelyapti mana o'tkazsin. Bu yerda iliqi ko'p nima asasen shu nima tan hol degan shaharninki asasen cho'ng faoliyatlarni o'tkazadigan hukumatlar o'rinlarining yig'iladigan bir cho'ng yer. Asasen namoyishlar ko'p mishadi bo'ladi, ko'p xalqmi mishadi o'tadi. Shuningga men nima qildik chunki Xitoy konsulxonadan oldi bir tarquvchiga savagan ular hech kim o'tmaydi. Xitoyning tamlarimi uzun, hech kim uning hech qanday nima qilolmaydi. Ammo miyada biz shu xalqni ko'rdi va social mediada tatib tutuylar shu Sidneyni tatgan asosda ham yaxshi tanishtiramiz bu shani tanladik. U yerdagi xalq masalan sizga qanday tepki deymiz, qanday respons, qanday nima deb bo'lyapti masalan oldinlar kelamdi, savol so'ramdi, bilan siz taqdamsizlar deganda qanday bo'ldi bu yerdagi namoyish? Bu yerda ham asosan ko'p xalq kelganlar qo'llaydi. Buni ham bilmaganlar bo'lsa bilib, o'rganib, savol so'rab, ananiki buni bilgandan keyin istash bildirdi. Asosan ko'p xalq biladi hamda hammamiz bilamiz hamda Xitoy qirayotgandan beri nima hukumat Amerika uchun Avstraliya uchun ko'p tanishtirishlarni qildi. Shu oldingi yillardan, necha yillardan buyon. Ammo ba'zi az qismlar bilmaganlarga bildiramiz, istashlik bildirdi. Ammo ba'zi birlar var, Xitoy taraf turganlar ular yo'q emas, undanlarmi bor. Ammo Xitoy nurg'un Xitoylar o'tadi bu yerda, chunki Xitoylar ko'p yashaydi Sidney shahrida. Xitoylarning ko'plari Xitoy tarafdan turdi, ba'zilari har turli gaplarni, haqoratlarni qilib, bu ketganlar bor. Ba'zi Xitoylar biz tarafdan qo'llaganlarni ko'rdik, bundanlar bor, istashlik bildirganlar. Masalan, u Xitoylar o'tgan chog'da qo'rqmamsizlar, ya'ni bir ish qilib qolamiki va yoki bir tahdid solamdi, bir ishlar, boshqaroq ishlarni qilamdi. Xitoylar qilib ishlar yuzimiz beshimizda o'tgandi bu yerda kelgan qilayotgandan beri. Bu Xitoylar oyog'iroq turli ovozi bek. Oyada bir nimaning truckning ovozi bek nima kutar beroq surlaydi. Ovozingiz yaxshi kelyapti, uni anglatdi, lekin bek emas. Okey. Endi Xitoylarning kelib buning ham bular yag'an, bular Xi Jinping yaxshi deb ketganlar bor, aniga o'tirib barmoqlarini chiqarib ketganlar bor. Anandiki ba'zilari kelib mush taxtalarimizga mana ko'rib turibsizlar, taxtalarimizga tükürib ketganlar bor. Shularni tükürib tip, aniki ba'zilari var tipib, u yerga ham tatib etib, boshqa qechib ketganlar bor. Unda ishlar bo'ldi. Necha yil ilgari bir qarindoshimiz biz bilan yordam namoyish turgan vaqtimizda yuziga tükürib etib, bankasini tatib qechib ketgan bir ish yuz berdi. Uning ustiga yaqinda hamda bir cho'ng'aroq bir jarayon, bir jang tura urush yuz berdi hamda Xitoy bilan. Men bilan shu Xitoy o'tirsida. Siz bir Xitoy bilan urushdingiz. Namoyish esnasida. Bu qanday bo'ldi desanglar, hamda bu Arslan biz namoyish qilayotgan kuni buni Yusuf akam bor, andan keyin Kanadada bir adimiz kelgan, Mayra adimizda bu jangovar qarshi jang qilgan bir kurashchi ayol. Bilmisha turgan vaqtimizda bir Xitoy kelib, yosh Xitoy, 20dan yuqori, 20-30 odamlar ham yo'g'an. Beslik Xitoy bunda aytganda mendan mi yo'g'an? Ben uncha yo'g'an emas, men o'rg'ara qadam men ish qilib mendan bir ishga keldi desak bo'ladi. Kep şunun bilan bu shu nimamizni ko'rib, taxtalarimizni ko'rib etib, anariki bir taxtamizni jiqsi yağan, bular saxta. Hamısını qalaymiqam, mani tushirib etma, bo'lib mana Sharq Turkistonniki mani ko'rayotgan bo'lsang, mana shu taxtini tushirib et, qog'onlarini tushirib et deb buyruq shaklda so'zildi-da bu. Anariki shuni bilan men dedim, sen nimalarni agar yağan deb ishlanmasan, sen jiqnaslarni uqmaydi ekansan, haqiqatni. Bunu sen en yaxşısı nimaga berib bir o'rgan, internetdan tekshira, buni da kampda yetib chiqqan survivorslar bor, shularning testimonialari bor, anadagi nurg'un haqiqatda ko'rgan dokumentariyalar bor, isbotlab shularni sen anadi kep mana uni ogoh qil talash, anadagi tushirib meni qoyil qila olsang tushirib deydim-da, desam
Ya men hemini bilime, men hem tarihini okuyan, hemin okuyan, men hemini yaxşı bilime ama sizlerinin bana yağan sakta, sen bana düşürüvet, dep buyruk kılışkı başladı bu. Digendik hemen Türk kitap bunun bu karsan bakılı Çin, elaka resmi, elaka buyruk kılıp Çin turup bana şu kapakıp turup ne kovadı. Şuna digendik hemen, onda olsa dedim, sen üzerine çürpek ben bir köreydim. Sen üzerine çürüyen de ben bir köreydim. Desem, bu kokmayla şunu öyle ben da üstü beşim karı bitip taktını tutuplama, julupla şurdağanga tırışkandı. Şunu öyle ben buna meytisini iştirip ettim. Hmm. İştirip etkendiki lan bu muşun hiç başladı. İşkimiz hem de resmi boksing ben çok kötü bir yerde. Şunu Evet. bu hem de kırsam yaman demek ki ahire. Kıyla aşı azrak çenek kallığı tutturdu. Azrakımız kıyla. Çünkü muş degen de şunun da yaxşı basma eti şunu ben bu onun gaylıkta atkan muşu yeni aldım durağında ki şunu öyle ben çöktüm. Çöküp kıyıp şunu öyle özem tek kızmıydım muş ne. Şunu buna hem de muşat kavakta da kırıplam belden tutup hem de buna aslında yıkıp kılayda belini tutup kalktığımda benim boynumda boğupla çok oldu. Yaman demek ki karsam o çok kovagandı ki şunu öyle kolunu ben kayırıp durup iştirip çıkıp aldım onu oradan çıkıp. Yine muşlaştım. Şu muşuşa karsam bunun ya benim boş atkamışım tegmeydi. Şunu öyle bugünün şunda karşı muşatı da başına tez hem de. Ana ki karsam bir muş tegdi ama şunda çökü ağaçka biraz kıyıp gitti. Azrak bir şey biraz da nim oldu defmemde. O udullam tekken basa örü sistemini yani pokul düştü. Ama Xuda şükür bizim öyle çöküp yürüp bizim tek kızmadım. Keyin şunun bilen ben bir fırsatım payınlıklam uçup verdim. Pasını kıtlam şunu bir urup aldım muş bile. Ağzı kalpçükünü vurup kalpçükümde titlik yaptım. Şuna urga yerimde çişi ötüp gitti. Şuna öyle karsam biraz uçup kaldı. Kanekele berip boyundan doğupla yıkıtıp. Şuna öyle bir saksı çakranla tez var deplam şunu kıldık. Bu mu boşap gitti. Şuna öyle keyin bunun hem de özünün alpazında nimene sakçı deyme ben sakçılığım kılmasam ben vurdum degan de olsa bütün ez video ortaya oldu. Bir yerde başta vurdum kıran sen bizden meyatma property nimelerimizde dahmelik kılıp bunu düşürmem bizden ruhsat tap bir yerde hükümetten sakçılığın teniş kuran kıvatkan bu namaşımızda bu sen kep buyruk kılıp bu Xitay emas bu Xitay olmasa sen kep bizde Xitay vatanda bizni ajna boza kılattın ötürü ajna kılsa bu işlarga bir yerde biz erkinligimiz var sen kim olsan ondan nem kıldıgan de sakçıgan da olsa biz nem kısak bu çata yok dedik bizmi deymiz ben senin kılmaydigan bu asta ketip kılıp bir qancha telefon qildi. Telefon qilib so'zlashib bir yerda o'tirib bizning yerimizda bir ijro ketmay. Saqchi kelishdan burun shu oxiri ketdi bu. Men bu hamda bak nima qilib ketmadim uni izlab, qo'g'lab, yo'q uni tutib olaman deb. Keyin saqchilar kelgan ekan, mana shu deb buni dedik ahvolni aniq qanday bo'lganini. Degandan keyin bu saqchilar bo'pti, unda agar sen buni sotib tatmaysan, agar nima qilsak bo'ladi, qolsan sotib tatimiz. Qanday nima qilsa deganki bo'ldi men nima qilmay dedim chunki uni besib bo'lgandan keyin man qattiq urayotgan ekan maydisiga tizimni ushlab turib qattiq besib turib mana shu nima qilgan videoga chiqib qolibdi ko'chadagi agar uni nima qilib qolsa manga bir cho'ng nima bo'lib ketdi deb man bu sotib nima qilmadim shu paytda shu ketdi yo'qolib ketdi undan keyin yo'qolib ketgandan keyin bir yarim oy ishqaga yaqinlashib o'tgandan keyin man death threat manga Ölüm tehdidi. ölüm tehdidi nima qilish kelishga boshladi hamda buni nima Nereden geldi ölüm tehdidi? bu ölüm tehdidi nimadan ma Facebook nimalardan beni tepib messenger orqali aytdi-da oilangni bilamiz oilangni bütün oilangni senin uyangni bilime ayolingni bilime bolaring bor bolaringning nega bordigan qayerda o'qiydigan nima qildiganini bilime hammasini o'tirib yutime sen bu nimalarni yig'ishtirib ana bizni bu Xitoyni haqorat qildigan Xitoyga bunday qildigan til tekkizdigan bunday taxtalaringni chiqarma bo'lmasa oqibatini ko'rsa deb bana tahdid etishga boshladi buni ben o'ylayman qarindoshlar bu Xitoy hukumatining qilayotgan ishida bu hukumat istaydigan Xitoylar ekandi
balonu var biz duman kıldık. Lakin Xitay'ınki nemesi Xitay'ın Ademi. adem edip çünkü ona ait buyruk bilen kokmay bizga besim bilen keplim kıldı da o bala. Aşna işler boldu hem defkan. Bu yerdeki mesela halkqa tushuntirildimi bu voqea bo'lmasa birinchi qatim bizga anlatamsiz? Bunu ben birinci kedim hem de şu nimide hazır sana anlatıyorum hem demiş bir halkın bizden Uygurlar bilsin. Anadaki bir İngilizce işlesek bunu başka milletler bilsin diyen maksadım ben. Hem de Uygur müşahit ki cemaatçilik kimi bir kur düşündürüp ettik nimide topta lekin afsus cemaatçilik eşkandak bir istaşlık bildirip o bizim kardeşlerle yaşlardım hatta sorduk. Kelinglar bir haftada almış pusumu haftada bir neçe ketim birinler bir ketim yani birinler bir ketim bunda kılıp belki bir şikayda bir ketim nöbet kilamışlar almazsanlar. Başta pusum bir şikayla bizler turup veringlar başta işlerinin bop kalsa ne bizge yardım kılsalar dep talep kıldık kısak eşkayımdan eşkasının inkası yok. Cemaatime hech qanday bir cho'ng istash qilib so'rdi va javob bu deb yallah bu bazlarla lekin voy biz nima qilayotgan ish yo'q afsus hamda bizningki bunda ishimiz faqat bir qancha oz nihoyatda bir oz qism uyg'urlarimizni qolib qolgandek qiluvdi bu bechara shu xalqimizning ovozini chiqarish ahni tunishtirish va xitoyga besim ishlatish bu asıl mühim işti de. Demek men buni to'g'ri tushuna olay. Siz ashtaq bir saldırı, ashtaq bir attackga uchirib turib, buni jamoat to'piga etsangiz, birasi bir ko'ngil bo'lib, voy aka bizmi bir almış turib bo'lsak, biz yosh bo'lgandan keyin, ama inshaalloh hammanglar bizning ko'nglimizda yosh. Lekin yosh bolalar bor, 20-40 yoshlarida. Lekin bizmi bir ashkimiz chiqib, bunda bir tal ayada bir Xitoy, bir Uyg'urni urvasda, bir yosh bir Uyg'ur chiqib bo'ldi, maydonni kerib chiqqan, biroz chiqmadimi? Ya o yaş ballarımı hem de çıksınınki sebebi efkem vatanda ata-anamız var, ya vatanga qaytadigan çıksın pilavları var ki ve yakında qaytıp berip kevalkallarımı cep. Hem de senin şu banası şu efkem. Hem de buna karşılar ben üçün o nimo degende bir şahsiyetçilikte hem de. Milyonlap köp Uygurlar ölüp gidiyordu da özümüzden şahsi ailemizden özümüzden oylandık ya. Şu bütün top Uygurlar için bir can kılamdık, süreç kılamdık da gap sual miye demdi. Bizde gap. Herhalde bu iş kolay emas. Qanda mesela bu iş yüz bergandan keyin teximi shu Xitoyga qarshi surman degan bir o'y bormi yoki bo'lmasa voy sal o'zimizni tutib olamdik, o'zimizning olimizga boqaylik degandek bir mesela küçük bir guruh sizlarni. Biz hem de bu Xitoy bizden mesela urushib qilgandan keyin azroq ham de buniki biz bir tek nemisini yaxshiroq bir nemi bilan qilaylik buni deb tayyorlik qilaylik bir yoshlardan bir ishkini chaqirib qo'shaylik bir shop qolsa ham de yordam deb shunda o'ylab shunglashga yosh bolalarga yiqilish uni ahvolni tushuntirib qildik lekin ulardan inkas chiqmadi hech qanday bir bo'ludi yordam qilamiz deydigan narsa ondan umidimizni uzdik ammo ma nemeni death threat ölüm tehdidi kelgandan beri beni texmo güçlendirdi nimem irademni. Çünkü sen beni ölüm tehditle koktamaysa Xitoy. Kep beni ötürüver yani toktuşumuz mümkün. Ben kanda toktayma degende Xitoy beni ötürüver. Ama benim halkım eğer bizdek namaz kılatkan Uygur üçün can kılatkanlığa Xitoy ötürüverse halkım ben işinime çokum onun isteyerini kırıp cevabını alıp şu Xitoyga besim işiltide uygun oldu tekimim. Şunun için ondan korkmayayım ha. Xitoy'nın halk demişlerinde. It's not a threat for me. Mesela bunun iki müşta şekilde devam kılmak için ama aşağıda tehditlerge rağmen hem de tehditler boğulsun hem de.
İnşallah devam etimiz elbette Hı. buna öyle. Çünkü bununki ben hem de şahsen ben akıllarımız başında biz bunu kılış maksat başka narsa emas. Allah bizge ey Müslüman zalim sizlarga zulüm etganda shularga qarshi jihad qilish sizlarga farzdir degan buyurgan bir oyat bo'lganligi uchun u bir. İkincisi şu vatandagi şu bechora mazlum izlayotgan o'ltirilayotgan qarindoshlarimiz şu chet davlatlarda bizning g'amimizni yeyotgan biz uchun harakat qilayotgan yoki harakatlar qatnashayotgan mush qarindoshlarimiz bormidi deb shu duolarni qilib bizdan umid kutganligi uchun shularning duolari uchun. Çünkü eğer men yoki sen Kamarslan vatanda aşağı tutulup gelip kemplerde aşağı şu qiyilinib azaplanıp aşın çekinip qilayotgansak bizmi cho'qim bizning ovozimizni chiqaradigan biz uchun harakat qiladigan bu uyg'urlarimiz bormidi degan tilak cho'qim bo'ladi. Agar shunaqa hech qanday uyg'ur chat qilmay tashlayotgan bo'lsa u bechoralar haqiqatan ichidan Xitoyning azobidan emas o'zining ichidan haqiqatan tugishib ketadi, vayron bo'lib ketadi. Shuning uchun biz şu jang qilayotgan kurash qilayotganlardan Alloh rozi bo'lsin. Musha fursatdan foydalanib bütün müşnaqalıkka Xitoyga qarshi Xitoyning abdubeshini yechayotgan kurash qilayotgan har yo'ldagilar masalan qurol bilan bo'lsin bizning birinchi muhim için qaraydigan va bizning kuchlantiradigan nimamiz qurolning tashkillanish qurol bilan bir jangni qilish. Ben onu %100 qo'llayman. O qo'rqinchoqliklar munofiq shakldagi insonlar unda qurolli jang qilishning nimasini onda manda deb til tekkizdi. İnşallah. Uyg'urning %100 haqqi bor. Qurol bilan kurash qilish va qurol bilan tayyorlik qilish qurollar. Mesela siz bayi o'tgandek mesela siz mushu Mijit Akash, andan keyin mana Yusuf Qarajim uchinglar chiqyapsa, 3-4inglar. Bu yerdagi masalan umidmi va yoki bu kuch, ya'ni bu nereden keldi? Ya'ni mushta azroq bir ifodalab bergan bo'lsangiz, balki gaplaringiz boshqalarga ta'sir qilib, boshqa shaharlardami davom qilish mumkin. Chunki izchil har yashanma kuni chiqyapsizlar. Endi buningki birinchi bizningki abayman biz degandek Alloh roziligi uchun ammo bir umid bor. Chunki hamma narsa kichikdan boshlanadi degan narsani bilamiz. Chunki payg'ambar alayhisalom buni aytdi, kichikdan boshlaganda, yolg'iz o'zi boshlagan islom diniga yuqorilagan, kuchlangan, qo'shilgan ananki imperatorlarni yiqitgan. Bu cho'ng bir umid verdi bana. Mesela şu Peygamber Aleyhisselam'ın sirası, hayatını ügendim. Hem de bunun çok gözümün açtı. Çünkü emminese küçükten emminese niyetten başladıkken de niyetimiz şu bir niyetle bağlı vaxtımızda, şunu erkek sağa vaxtımızda bu küçükten başlanıp yukarıya doğan gerekir. Şuna başka mavi Uygurca avaz çıkarıp söz yapmayak, söz kaldırışımız ki buyum nimisi nerede desen Uygur qarindoshlarımızga chaqiriq uchun. Mesela Uygur qarindoshlarimiz Uygur qarindoshlarimiz o'ygansa, Uygur qarindoshlarimiz bu turib ketsa, chunki bizning haqiqatan turadigan vaqtimiz hozir. Chunki biz qirilib ketyapmiz. Uygur o'ylab bakinglar, qizlarimizni majbur Xitoylarga chapaq, sat, manqa Xitoylarga zo'rlab foton qilib yapıyoruz. Azıcık video bazıları amal yok işlegemle birisininkini gördüm yakında. Ben çiğdemedim ben muşunda amal yok. Bütün kazınım mı ayrım, anda nimem mi ayrım. Bir yerlerkin bağmayma tamaklar çakırdı. Biçare aşında alet kapalam da eğer biz can küreş kımızlar. Şunun için ümidim bu halkımız bir uygunup kesse bu erkin dünyada yaşayatımız ya Allah. Sadakın gite ya Uygur kardeşlerimiz. Bizden hemimizden soruğuludu. Allah Teala çokum soraydı bizden. Nemi kıldın mı şunçilik begen erkirlik sana nimet, ganimet nimelerini verdim. Sen vatanın kırılıp, milletin kırılıp gitti. Vatanın ayağa tutup gitti. Şu çağda benim ait mesela buyruğumda asasen bir iş kıldın mı? Demez mi? O bizim kayındaşlarımız mı yakımızdan isilirdi de mesela yakımızdan. Biz hazır Xitayning oyununu buzish uchun biz çokum haqni oturup biz Uygurlar özlerimiz haqni oturup koyuşumuz gerek. Yani bütün sosyal medyadan paylaşmamız gerek. Mesela sen
nayt yaxshi bir ish qilyapsiz, cho'ng bir ish qilyapsiz masalan social media İngilizce olsun, Uygurca olsun, bütün Türkçe olsun, hammaga tanıştırıp ko'zini ichib bütün xalqning nimisini, haqni tanıştırıp qilyapsa. Hamma Uyg'ur aslida senga o'xshash ko'tarib kesib masalan 90-80% deyli. Bir cho'ng bir ish bo'lib ketadi bu yerda. Cho'ng bir unumli, cho'ng bir nimaga erisha olamiz masalan bu yerda. Mustaqillikka namoyish qilsangiz, masalan, buning foydasi yo'q, nimaga erishdim desa, mushtaqlarga qanday javob berasiz? Bu nima ish qilib yashamaysiz, yashsangiz bo'lmamdi, piknik qilsangiz bo'lmamdi, uydagilar bilan vaqtingizni ajratsangiz bo'lmamdi? Bundaq savol qo'yganlarga nima deysiz? Bundan savollar masalan bu Sidneyning o'zidimi qo'lig'im yetib qoldida, bu Sidneydagi voy Masalan, sizmi xotirjam mana viza, hozir viza ketmasmish-ku? Xotirjam bir vatanga berib kelsangiz bo'lmamdi? To'g'ri, kimning bag'isi yo'q. Kimning vatanga berib shu aziz tuprog'imizni, bu tuproqlarini dastlab turab, aşağıdaki aziz qarindosh Uyg'urlarimizdan ko'rishib bir nim qilg'isi yo'q. Hammamizning ishimizdan qaynab turibmiz. Ammo u bag'inimiz bilan shu o'zimizni bir kunlik bir oylik qo'shib olganimiz bilan qolgan zulmga biz ko'z yumib kelgan bo'limizda, qolgan zulmni biz kun bitib kelgan bo'lamiz. Xitoyningki to'g'ri qilayotganing deb qo'llagandek bo'lib qolgan shular bu yerda. Chunki biz u yerga berib, hani hech qanday shumganda qaytib keldik. Bu yoqda o deganimiz bilan, namoyish qilganimiz bilan, shuning uchun u xiyonat qilib qoldi biz uchun. Anda namoyishi bir yaxshi savol so'radik. Masalan, bu Sidneyning o'zidami qo'limiz yetib qoldi. Namoyishning foydasi va nimaga erisha olasan deganlar bor-da. O'zdirma jamoatning va siyosatchilar qatnashib qiladi, lekin ashna odamlarning og'zidan chiqqan gap. Bu endi nima deganda jiroqni ko'ramaganlik bir bo'lsa, ya bo'lmasa chidamaslik qiliqqa ko'ranmay sen qilib ketyapsan, o'zing nimangni yo'q chiqarish. Bunda odamlarimiz bor ekanda, uni bilgis qildim. Bununki namoyishiningki hamda nimasi burungi vaqtlar o'xshamaydi hozir. Faqat biz bu namoyishini nima uchun tinch shaklda qilyapmiz bu yerda bütün nimalarni qilib, chunki biz video ishlab so'zlayapmiz. Bütün social media Xitoyning o'zini TikTok'ga chiqaryapmiz. Xitoy har turli hujum qilib, u yerga nima qiladi? Xitoyning ham qonuni bo'yicha xalqaro TikTok bitmiskini sana chiqaranmaydi ekan, nima qilolmaydi ekanda, qo'l qo'yganda xalqaroning qonun tuzumlariga. Shuningga u yerda bütün Türk millatları, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, ulan Turkiya, Ozarbayjon, ham Tatariston hammasi ko'rdi ekan. Anadaki şu musulmonlar bek chiqib ko'rdi ekan. Shu musulmonlar ingliz so'zlab butunlay tushuntirib, demokratimiz nurg'un inkaslarga qo'llayotdi va uni tarqityapti. Masalan, bularning Palestinaning ahvoli shunday bo'ldi. Bütün millatning ko'zini ochganda, bütün millat shuninglar asosida hukumatga besim ishlatdi. Shuning bilan ularning nimalari asta-asta shuninglar amalsiz, shuning bilan ba'zi bir o'zgarishlar bo'ldi. Yevropada Palestinani o'zi ayrim o'zi mustaqil nim qilish kerak deb qo'llab shu qonunlarni chiqardi. Masalan, nurg'un burunda emas ekan. Shuning uchun namoyisha burungi namoyisha emas bu. Bu namoyisha biz hozir social mediadagi urush, jang bu. Social mediadan foydalanib bizning davarimizni kuchlantirish bir cho'ng qurol. Mana tushunishimiz kerak-da. Shuning uchun unda xato ularning namoyish qilsam bekanu hech qanday nimasi yo'q degani. Biz bu yerda albatta bir ko'chada ketayotgan ubulardan nima qilish emas maqsad. Uning bilan bu undaq ish bo'lsa biz uyda o'tirganimiz yaxshi-da. Chiqib aka, qat'iy umidsizlanmanglar. Bu da'voga pek ulug' da'vo, vatan da'vosi. Cenab-ı Hak hamma insonlarni tanlamaydi ekan. Shunga alhamdulillah desak bo'lar. Aynan 3-4 kunlar bor ekan, masalan, bugun 2 kunlar bor ekan degandek. Savobni sizlar olasizlar. Mening tavsiyam, yana bizlar masalan shu yerda bir saldiri bo'pti, attack bo'pti. Bo'lsa bir kamerani bekitib qo'yib, ba'zi mush islom da'vo qilayotganlarim ularga attack qildi ekan-chu. Kamerani to'xtatib bekitib qo'ygan navoda mayli yaxshi narsalar bo'lsa, mayli yomon narsalar bo'lsin, hamma narsa chiqib turdi-da, o'sha isbot bo'lib qolib. Sizlarning vaqtinglarni jiq olib qoldim. Namoyishinglarni davom qilaveringlar. Men yoshlarimiz so'zlarim bor, men akalarimizga sahib chiqaylik. Növbətləşib bolsunmu bir yaş bir şiktal yaş balla şu yerdə tursa 20-30 yaş 40 yaş bu dünyanı oylamay bir ay yaşam mümkün bir ayda ya da 2 ayda bir ay qitim vaz keçsək işin bo'lmaydi.
Bo'lmasa bir Xitoy bir Uyg'urni uribdim ya deb hech nima qilmadik. Ya'ni biz mushuni uribdi. Bizni o'zimizni qanday erkak deymiz masalan. Shuningga aka sizning aniqlik so'zingiz bo'lsa, alay anaki ekran yeb bitayli va mushu Ben cık sözüldüm. Ben açardı başka gapman önemlisi yok. Ben bir narsani unutqapman. Bir inimiz qo'shildi uningki. Bir inimiz g'uljuliq bola. Va aka mesela bugun kelamay qoldi. Endi bir oy chiqqanmi? Oldin tapda ben bilib bo'lgan. Men sizlar bilan qatnashmay deb so'z berdi. İsmini demeyen belki o kalmaslığı mümkün. Onu tukalları vatanda bakende. Yusuf Kam'dan azak şikayet gibi bu okşadı. Ben bir eğer bolsa bir minutta. Okay. Doktor hemen var. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Aleykümselam Erselam. Allah'ın güzel hidayetleri sana olsun. Alhamdulillah, ismimdek. Hozir hammadan hidayatiga ismni boshqacha gaplarni qilyapti. Inshaalloh biz yaxshi ko'taramiz bu ismni. İnşallah cümlemiz yaxshi ko'tarandiq Erselam. Hoş buldum ekran içini ko'rib. Alhamdulillah. Talhat bu namoz to'g'riliq gaplarni qildi. Anlab turdim. Demakchilarni biz bu yerda 7-8 dunyoga zalim Xitoyga qarshi mücadele qilyapmiz. Allah qo'pol qilsa Allah. Faqat Allah rozilik uchun. Faqat Allah rozilik uchun. Amin. Biz bu 7-8 dunyoga mishada zalim Xitoy qilgan ko'rishimizda bir necha qatam qattiq sovuq urushga chiqdik, qattiq quruq ishlaga chiqdik. Allohga shukr, sabr qilib ba'zi qadar mishal keldik Ersalan. Alhamdulillah. Biz ana vatanimiz Sharqiy Turkistondan bu yerga chiqib, oy zalim kafirning turmush tushib bo'lgan qarindoshlarimizning qon badanidan bir o'rdanlar yashab, biz ana vatanimizga shu zalim Xitoyning qampis yetayotgan turmush yetayotgan qarindoshlarimiz uchun avval chiqamsak bizni Alloh na'lat qiladi. İlayim, bütün maciyet yaşayotgan yüzünü Sharqiy Turkistonlik deydigan qarindoshlarimning hammasi şu zalim Xitoyga qarshi mücadele qilib, ko'k bayroqni egib ko'tarib, yo'qol Xitoy deydigan yetkilishni Allohdan so'rayman Ersalan. Biz şu xalqimizning qon badanidan yashab, bütün şu dünyadagi devletning yaxshi ta'minotidan foydalanib, nimsh qilsa qila oladigan bir holat turib, yana biz sukut turyapmiz. O'ylab baq Arsalan. Masalan, hozir Sidney namoyish jamiyatning namoyishga urlashtirib desa, haskin 7 odam chiqdi. Numusya. Estağfurullah. Numusya Arsalan. O vatandan kelib, siyosiy panohlik tilab, siyosiy panohlik chiqcha. Her yer namoyish kechikindi tayyorda bizning bu jamoatlar. Shunda siyosiy panohlik chiqib, mening chetizimlik o'tgandan keyin qarzim ko'gini olmaydi. Hatta mushad bulayotgan namoyishni qalbidan qo'llaydigan yomon aziyar falan. Biz bu namoyishni nima niyatli qilyapmiz? 35 milyon xalqimizning erkinlik chiqishga, vatanimizning bir mustaqil buloq qilishiga qilchi bir foyda olib qolamdiki deb qilyapmiz. O vatandagi millatning qon badalidan yashayotgan ekan-ku biz bu yerda Ersalan. Aka, mesela muşu gaplarni qilgan chog'da chuqur boshqalarimi men sizni jiq anlagan masalan chaqiriqlarni qilasiz. Sizga nim deydi o? Mushta chaqiriqmi? Kel, biz yanimizda turpa desangiz nim deydi o? Ya yo'q degan bir qiz gap yo'q mana hozir qadar. Men chaqiriq qilman, rahmat Abdulla anglabsa. Har bir jamiyatning namoyishi urlashtirgan vaqtida men ismlarni mana faqat ma'lum qildim. Kulak tek ketken bir yerde. Heyecanla bir sertlemişti. Tam kayıt geldiniz. Ben namoyishda men chaqiriq qilaman, üzemden yetishdi men bir ya bir elil emas, ya bir jali emas, men bir diha edem Ersalan balam. Vatanga bo'lgan so'ygam ziyoda inshaalloh. Allohu akbar. Bir adam manda da'vatsan deydigan adam yo'q.
Mana Allah'a şükürler olsun benim içeride bir neçe vakit bu zincir tamam namayışını uğraştırdık. Kılıvatımız bir Talhat Abbas'ın tecabbüsüyle müşinin bütünle vücuduyla müşün yüzünün müşün atakallık için ettigen bizim ekkilidu, keçti, ektidu. Bilirsen mi bizim öğlen bir yandan arlıkının kaçırık bağlıkını. Bu Talhat'ta kaçırık beden tülavat kallıkını da. Yak. Nim deyimiz bunda? Bu kuş nereden keldi o? Her yaşam mümkün çıkıslamış. Nereden keldi bu kuş? Bu kuş Allah'ın kalbiden kilidi bu kuş bizge. Allah razılıktan kilidi. Allahu Ekber. Bizim cemaat bizi yaxşısı iken, u bunu kıtmaysı iken dedik aşağı fakat biz Allah razılık için kilidi vatkan kuş erselenme ve euzubillah. Bay dedim ya ben o halkımızın kan bedelinden beri yaşayıp ör dünyada. Biz müşinçerek avazımızı çıkamazsak bizi Allah nelet kılıdı ya. Biz kandan insan bulunuz biz. Allahu Ekber. Erselan bu hem işte isabatı var ya. Hayır, hemmimiz ya. Ha, Akılmasın. oylap bak Erselan. Hak tuturduğun. Hakını süyüdüğün. İnşallah bizlerin muttakimelerdir kesin Cenab-ı Allah. Amin eşmeğin. Ulan Ramazan şerif aldığımız kilvatı şu Ramazan'da bir vakit Saat kupal zuluk mu yemmeydi assalamu aleyküm yemmeydi kan insanlar ya bizim vatan. Bize neymiş kıysa kılıdığın bir erken dünyada yaşap yani avazımız çıkamayız. Sıkıştırvatımız bizni Allah'ın eylet kıysın. Mesela ağabey Talgat hakkımız dep bergende açta bir işler yüz beripdi. Sizlekin qo'rqmadilarmi va qanday bo'ladi bu chiqamanmi yo bo'lmasa qanday qiyis tuyg'uli bo'ladi yo'q to'g'da arsana hargiz qo'rqash deydigan nada u kun naq maydonning hammasiga bir ko'rgandan ming anglagandan bir ko'rgan a'lo degan gap bor arsalar men shu ishning ustida bor men shu ishning ustida bor mana naq mushu buzun kun oldida bo'ldi mana bu yerda bu Xitoy kelib boshqa man gap qildi-ku gap qilganki men ingliz gap bilmagan ekan Anqı onaga men gap qilmay bizim ingliz gap bilmayman deb turdim. Anqı Talhat yani bir tulan paranglashibdi. Anqı Talhat keldi. Talhat kelib shuni bilan Talhat bizim dedi Anqıcha u bizim dedi shuni bilan biz amal uzun qari etdi Xitoy. Shuni bilan men bu gap tegara olmay Talhat buni kelib deb o'tdi. Nayt cho'ng bir ish bo'ldi o maydonda. Men haqiqatan bizning ham yeshimiz 74 o'tgan odam artilar. Allah'ım ettim. Geldi olup gittim. Her kişinin üye bir yerde kallı akte şakırap. Şunda çoğun iş oldu bir yerde. Ben şunu deyip, şu gap ne deyip, topka gap kıldım ki şu güne. 4 mut 16 gün at. Nek meydandı da şu güne. O gün o işler neydi? Ayacanlı tıkımen gitmem mi? Bugünkü de emez. Neydi? Ondan kıldım o gap ne? Kıysam o şu zaman demiş cemaatimiz içeriden birisi meni oğlan tutman kıldı dada vay dada neymiş oldu de bir gün yan bir ağilimiz tutman kıldı men de bir şikayet etdim bir cemaatimizde birisi neyim oldu demir ya var artala kin anda neymi tutman kıldı imara bana hazır men baraydı üstte da boldu artala neymi imara kimi balam cimikti dedim o günkü avvalne anda gap tüketkin bo'lmaydi artala Hayır. Aka sizden şu ekranı sizden güzel duanı kılsız bir güzel dua bile ipesek ekranı ve şu dua arkalık milletimizi çağırıp kılsak rahmet. İnşallah. Uzak Ramazan Şerif hasifler uzak Cenab-ı Allah şu ana vatanımız Şarkı Türkistan'ı zalim kapının zulüm idattan kırındaşımız erkinlik atatlık yıkansın ya Allah. Bizler şu zalim kapının zulümüdür kurtulduğun ya Allah. Şu ana vatanımız Şarkı Türkistan müstakil bulup şu kök bayraklı ana vatanımız Şarkı Türkistan'a küdüre birişkin nisip kıygansın ya Allah. Amin. Bizlerinin halet kıygan insanların katıyardı kıymen müttekimelerini katıyardı kıygansın ya Allah. Amin. Şu zalim kapırga karşı devamlık avazını çıkırdığın şu ana vatan için kızı kınedin gidiğin insanların katıyardı kıygansın bizi ya Allah. Amin. Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Ahırlaş. Bulduk hamsa Allah'a emanet. Sizlarga Rahmet. Cenab-ı Hak güç Şu anlap versin. bergen Amin. inşallah. Bu anlap bergen qarindoshlarımizga hammasiga rahmat. Aman bulunla Uyg'urlar ko'tariladi ahirgi gap. Kila qitim İnşallah. ko'rishgacha amon bo'linglar qarindoshlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi Va alaykum assalom. Allah razı olsun senden. Amin. Asco made it home. Birinci ayının 12. günü aeroportda adam bilan xo'shlashgan payt qo'limdagi bilet o'zgardi taqdirimni mani boshlayapti musofirlik hayotini bilim qaytamayman endi ko'ramayman gap chiqdi yemayman xatmi yozolmayman bo'ldi ketdim deyman lekin qaytib boramayman o'ylamayman deyman lekin men unutamayman havo sovib ketdi-ku quyosh nuri nadidu o'tib ketadiydi-ku ammo o'xshashadi-mu beshin fasl kaldım-u o'tib kesmaydi-ku izlayapman topolmadim taqdir zodi nadidu ayrıldım oilamdan tug'ilib o'sgan yedim og'ayni birodardan yolg'iz qoldi qalbim bo'ylab ko'nglim yurim yetti o'zim gidadim sizlarni topolmadim hozir sen bilmadim ayrıldım oilamdan tug'ilib o'sgan yedim og'ayni birodardan yolg'iz qoldi qalbim bo'ylab ko'nglim yurim yetti o'zim gidadim sizlarni topolmadim hozir sen bilmadim 39 yıl xuddi 30 yıl Ömrün rahatını sözleydi başka talda Qiynalganda yoki pul topganda yondi kim bor Ko'rmaganda ko'rdim musofirlik hayotimda Uchiyotiman bulutda ulabla birini uribla eshikni ichidan qulibla Buyerda